Aydan bir kechida dengiz armiyasining ayol ofitseri ehtiyotsizlikni suvga tushib ketibdi. Taliga yarasha navbatchilik qilayotgan bir askar darhol uni qutqizibdi. Rahmat askar. Sizga nima deb rahmat aytishni bilmayapman. Ko'p rahmat. Sizga bir narsa ilib bersam bo'ladi. Voy bo'ldi, avar bo'lmang. Hanim bo'lsa jiningiz qutulib qoldi. Bo'ldi, rahmat. Bir narsa aytiraman deb avara bo'lmang. Hamma narsam to'liq. Voy, undaqmi deb ketmang. Uyingizga bir qo'yning go'shtini mag'dirib etaymi ya? Voy, qo'yning go'shtini deb ketganini. Voy, bo'ldi, avar bo'lmang boshliq. Ammo sizdan bir o'tinishim baqiraman. Eng yaxshisi bu ishni hech kimga tinmang bo'lamdi. Nima ishga? Siz mening jinimni qutqizib qolgan tursiz. Nima ishga rahmat aytmoqdakman? Agar cho'qran boshqa askarlar sizni qutqizib olganimni bilsa, meni dengizga tashlab ketishdan yonmaydi. Ma'lum bir shopirlik maktabi tizimda belgilangan imtihon turlaridan sirt o'quvchilardan 100 tirani imtihon oladi ekan. Ham bir amallar bilan ularni imtihondan o'tkazmay pul undirib oladi ekan. Bir kuni bir qiz shu 100 tirani imtihonga qatnashibdi. Terner qizdan so'rabdi. Ey, men qarang. Mashina haydab ketyaptingizda. Oldingizdan bir to'g'u, bir it va bir odam chiqib qolsa, ayting, siz qaysini so'qsiz? Albatta to'g'uni so'qaman-da, Terner. To'g'uni so'qaman? Xata. Bo'ldi, boshqa kuni imtihon qatnashing bo'ldi. Voy, amsa itni so'qay. Xata dedim-ku, xata. Bo'ldi, boshqa kuni imtihon qatnashing bo'ldi. Nima unda qilasiz? Qanday qamlashmagan savol bu Terner. Haqqancha bo'lsa odamni so'qmasmi? Chechilmang qizchaq, chechilmang. Chechilish sizga yarashmaydi ekan. Bu savolning o'lchamlik javob bo'lsa, gapiraymi? Anglang. Siz darhol mashinani tormozlashingiz kerak-ku. İşte. Bir kuni yasida o'qiydigan 5 yoshlik bir bola opasiga debdi. Opa. O, balam nima bo'ldi? Sana bir ishni day degandim. Mana bir narsa ipashang bo'ladi, opa. Bo'ladi balam, qani deganingni ilib berma. Mana qo'l yog'liq ipashang bo'pti, opa, qo'l yog'liq. Qo'l yog'liqni nima qilsa? Pokiz jiray debsan-da. Voy, yo'q, opa. Yaslidik chog'da boshqa do'stlarim yemaklarni yeganda sho'l kiyimni suytmamdim. Voy, jinim bolam. Bir ayol 6 bolasini elib poyezdga chiqibdi. Balalar sho'xlik qilib atrofdagi yo'lovchilarga zarli aram bermabdi. Balalarning qiyochiyosiga bardoshlik berolmagan bir yo'lovchi og'ringan holda mundaq debdi. Voy, ajabma aram og'ini qo'ymadi odamni. Hey, xonim. Yo'lga chiqqanda hech bo'lmaganda balalarning yerimini uyga qo'yib qo'ysangiz bo'lmamdi deyman. Voy, efendim, siz tig'i bilmaysiz danga. Men boshqalarga daxlisi bo'lmasin deb ansirab, ballarının yerimini dadisi bilan birga uyga qo'yib kelgandim texi. Nima?